alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deng. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fo'rlatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon shuni stulchik ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, yig'lama. Jilyapman. Qayda yuribsan? Bola yig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Tor gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni takdirga dibnam. Gelik delikde, rozildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'la yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.